sizlarni endi mana shu yaxshiroq muqaddas oilalarda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ko'rsatganiga shukur, yetkazganiga borimizni shukur. Yaxshi keldinglar. Talabalar, ustozlar ham bormi, o'qituvchilar. Qo'ygan sizlardan mana ustozlar o'tirishibdi. Sizlar bilan bizlarning kelishimiz sababi bu endi qo'shnilarimiz giyohvandlikka qarshi degan ma'noda. Aziz yoshlar, boshqalar omon bo'lsin. Siz bu narsani iste'mol qilishni xohlamaysiz. Siz bu ko'chaga kirmaysiz, lekin bu badbaxtlik shunaqa yomonki, haligi kamput shaklida, shirinlik shaklida ham bir narsani berib iste'mol qilib qo'ysangiz, shunga o'rgatib qo'yib, shuni iste'mol qilmagunizcha qadrlab, tanangiz o'zingizga bo'ysunmay, odam qiynalib qoladi. Shuning uchun shu ko'chaga kirib qolmanglar, shu narsaga aldanib qolmanglar. Shu haqida gapirib, juda chiroyli qarang, ibodat hayot, yaxshi kunlar tilayman. Aziz boshliqlar omon bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'linglar. Yashasin yangi O'zbekistonimiz. Ko'rsat. Shundaymi? Bu ahmoqdan xafa bo'lmaydi. Bor butunni sotib bo'rim iltimos menga berdi sotdi marham javob. Assalomu alaykum. Bizlarning kelarimiz. Burada meni ishlayapsanmi? İltimos qilaman. Dadamga aytmaysizlar. Qanchadan beri iste'mol qilasan iflos. O'zi gapiga qaraganda cho'ydan buyon har kuni dorisi bor. Aql bersak ishongan